Вообще katta ish bo'ldi. 9700 batamon bitdi. Ushbu videorolikimiz sizlar uchun qiziq bo'lsa, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Bormisizlar, omonmisizlar? Xo'p, navbatdagi ishimiz Samarqand shahri Pobedada Sanoqul Fazliddin akamizning xonadonida mana shunaqangi yangi chiqqan zamonaviy trendoviy fasonda tunikafon ishlarimizni qilib tugatdik. Xo'p, ushbu ishimiz haqida endi men sizlarga batafsil ma'lumot beradigan bo'lsam, kelinglar birinchi joyimizni razmerlari haqida gapiray va bu joyimizga qancha tunika ketganligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Qani, boshladik. Azizlar, joyimiz 80 ga 46 metr darvozaxona. Bu tomonimizda ayvoni esa 19 metrga 5 metr. Eni 5 metr, uzunligi 19 metr. Xo'p, bundan tashqari uyimizning ichida kaziroklar bor. Kaziroklardan bitta ko'rsatvoring. Aylanasiga, gir aylanasiga kaziroklar hamda regellar bor. Mana shu regel, kaziroklar hammasi bo'lib, ushbu joyga 775 kvadrat tunika ishlatildi. Xo'p, tunikalarimizni qalinligi 0.35, ko'rib turganlaringdek qaymoq rangi, mokra asfalt rangini ozgina qo'shganmiz. Tagidagi karkazlari metaloprofilga bo'lgan. Hamma yog'i ichida, ya'ni oyoqtaga qo'yiladigan lisalar, profillari, samarezlari, nima kerak bo'lsa tunikafonni ishlatish uchun hamma narsasi ichida. 12,5 dollardan qilganmiz. Batamom uyimizni bitishi esa 9700 dollarga bitgan. Ishimiz juda ham chiroyli chiqqan. Bu ishimiz juda mohir uslub bo'lib, buni yasash, o'rnatish ustadan bir muncha mehnat, mashaqqat hamda opit talab qiladi. Ishimizni mana bu burchak joylarini bir ko'rsatib yuboring, Abduxob. Juda ham chiroyli chiqqan. Ishimizni shu burchak joylarini ko'rib, mana bu burchak joylarni ko'rib, ustalarimizning mahoratiga, professionalligiga o'zlaringiz baho berasizlar. Agar ishlarimiz sizga ham yoqqan bo'lsa, siz ham tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz ham ushbu uy egasiga o'xshab musofirdan, akani ortidan bizga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bemalol Telegram va WhatsApplarni ishlab turibdi. Uyimizni ayvoni bilan darvozaxonasi G 90 gradus shaklda uchrashdi. Biz buni alohida qilib kelgandik. Yo'q, uy egalaridan, tanishlaridan shunday taklif chiqdiki, yo'q, bitta bo'lib ketsin deydi. Biz bitta qildik. Qanday chiqibdi? Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosib, ishlarimizni qo'llab-quvvatlayveringlar. Buni ajoyib tarafi shundaki, mana bu burchak, mana bu yerdan boshlangan burchak, mana shunaqasiga fon burchak ketgan. Va bu burchaklarda ustalar o'zini mahoratini ko'rsatgan. Qay darajada o'xshagan? Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni bildiringlar. Kazirok bilan tomimizni, patologimizni o'rtasida zazor bo'ladi. Biz buni tunika bilan mana shunaqangi obshivka qilganmiz va bu kaziroklarda belbog'lari, buni regel deb nomlaganmiz. Regellarimiz belbog'lari bir chiziqda tushganligi bilan ishimizni ko'rkiga ko'rk qo'shgan. Sizlar nima deysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Azizlar, biz uy egalariga faqat tunikafon qilib berishdan oldin, faqat tunikafon qilib bermaymiz, balki bundan tashqari shu uyga qaysi fasonda tunikafon qilsak, qaysi fason yarashadi, mos tushadi, hamda uyni nima deydi, simmetriyasiga moslaymiz, gavdasiga yarasha qilib turib, shakllarini chiroyli bir-biriga uyg'un keladigan qilib beramiz. Mana ishimizni ko'rib, o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan, hamma narsasi sipta, joy-joyida qilib, bundan tashqari simmetriyalarga alohida e'tibor qilib, burchaklariga usta yigitlarimiz hafsala bilan mehr bergan. Ishimizni ko'ring, usta yigitlarimizning mahorati agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, mana shu mehnatni bir dona like bilan qo'llab-quvvatlayveringlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz buni albatta inobatga olamiz.